Kelinlarni bir deganda ham xafa, ham xursand qiladigan ana baloga yo'li tarozi ustiga bugun chiqdim, yarim kiloga semiribman. Shartta Ilhom aka bilan G'ayrat akani chaqirdimda, ichimga bir qop motivatsiyani buklab tiqib, hamma joyi ko'pirtirib yuvishni boshladim. Men bu yerda tozalik farishtasi bo'lib, orqalarimdan qanot chiqib, hamma joyi uchib qalbimga o'xshab kristalni qilib tozalayotgan bir paytda kichkina qizim kuxnyada menga chotki surpriz tayyorlab qo'ydi. Katta qizim bo'lsa, men oldimda o'ralashib, hamma joyini shallabosini chiqarib, suv o'ynash bilan ovora. Maza qilib ish qilaman, lekin xayolimda bilasizlarmi nima? Jinnixonani nomerini kim biladi? Yozib yuboringlar, men ketaman jinnixonaga bo'ldi. Charchadim, o'zimga ham tormoz berib qoldi. Deb xayol qilib katta xolamnikiga ham keta olmayman. Hamma joy shiltasini chiqarib yuvib bo'lgandan keyin bitta uyga kirsam, biz g'irt bechoramiz-ku. Uyda qog'ozimiz yo'q. Devorlarga chizib tashlabdi-da qizim. Uyam mayli, Xudoga shukr deb bitta kuxnyaga kirsam, peyla sinib yotibdi-da. Mayli, bolalar jim o'tirsin, bularga kartoshka fri qilib beraman dedim. Ana jingali pichog'imiz yomon bo'lib qolgani esimga tushib qoldi. Kakras ko'chaga chiqishga bahona topa olmay o'tirdim. Bunaqa payt bizani Muhsin Pasuda qutqaradi. O'rtog'im bilan achum-achum qildim. Qani ketdik, sizlarga zo'r narsalarni ko'rsataman. Narsa pishirayotganinglarda grammini o'lcholmay qiynalayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa 7 avlodiylarga yetadigan temir merniklarimiz ham bor. Agar xohlasanglar, menga o'xshab nastreniyalarni ko'taradigan mana shunaqa radugaligidan ham bor. Kapkir cho'michlaridan kuxunni yoki tarelkani ustiga taq etib qo'ymasdan bitta mana shunaqa telefondan olib qo'ysanglar, yumshoqqina turadi. Bu shpatilla bo'lsa, bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Yo'q, bular bizani assalgina klientkalarimiz. Shunaqa shpatillarimiz bor. Bu narsa bo'lsa bitta qavatiga xamirni chotki qilib yoyib, ikkinchi qavatini shaq etib bosinglar, mana shunaqa forma tayyor. Bu setkamiz bo'lsa pechoniylarni ustiga saxarni pudra bilan kakaoni pinters qilib sepish uchun. Bu narsamiz bo'lsa changiz chiqib ustingizga har balo bir yopishib ketgan bo'lsa, ustingizni oppoqni qilib tozalab qo'yadi. Belingiz qirsillab, qo'lingiz oyog'ingizga yetmayotgan bo'lsa, shunaqa ajoyib loshkalarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Tezroq kelib olinglar. O'zingizga o'xshagan assalgina asal uchun maxsus qoshiqchalarimiz ham bor. Atigi 15 ming so'm. Shiringina tortlan qiladigan krasotkalarimiz shu o'tamizlar. Bular narxini qaranglar, ishlatma orishli joyi ku sizlarga ajoyib vinchiklarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Kaltasi uzuni, semizi ozg'ini har xilidan bor. Shaqillatib kotletlarni qilishingiz uchun shunaqa ajoyib narsamiz ham bor. Bu narsani bo'lsa hamma biladi. Ha, aytgancha, bolalar katta bo'lganda o'rtoqlari sani 3 marta otib 2 marta ushlab olishganmi demasligi uchun mana shunaqa ajoyib burchaklarga taqadigan yumshoqqina gubkachalarimiz ham bor. Shulardan ham olib qo'yinglar. Bolalar boshini qarsillatib ururmasin. Bu yerda bo'lsa g'iybatcha bilan suhbatchi bor. Endi bo'lsa yana obzorlarga o'tamiz. Jetskiga, kuxnyaga, vannaga, любой joyga to'g'ri keladigan shunaqa ajoyib deshovkalarimizdan ham bor. Xolodilniklarni ochganinglarda ko'paytib ovqatga urishini xohlamasanglar, shunaqa salafanni olib qo'ysanglar, ichida 100 ta bo'ladi, sizlarga anchaga yetadi. Yana bitta narsa, shundan ham bitta olib qo'yinglar. Xolodilniklarni hidini tozalab turadi. Mana erimga o'xshab kofe jinnalar shu o'tamizlar, Muhsin Pasuda sizlar uchun maxsus kofe idishlari ham bor. Kapkir cho'michlarni shunaqa tillaligidan tortib silikonligigacha bor. Hammasini alohida sotib olsanglar bo'ladi. Ha, aytgancha, kunlar ishi boshladi, shunaqa muz idish ham bitta olib qo'yinglar. Opanglarga, ukalarga, o'rtog'inglarga har kuni qishayib yuradigan ovsininglarga ham bersanglar bo'ladigan shunaqa chotki bakallarimizdan bor. Keyingi reysada ko'rishguncha hammaga xayr.